shunday kimyoviy jarayonlar borki, ularni tajribalarsiz tasavvur qilish qiyin. Faraz qiling, tiniq eritma ichida birdaniga oltin rangli yomg'ir yog'a boshlaydi. Bu sehr emas, bu kimyo. Sizga oltin yomg'ir tajribasi taqdim qilinadi. Bu tajribaning muhim jihati uning vizualligi va estetik ta'siri. Yorqin sariq yomg'ir hodisasi o'quvchida qiziqish uyg'otadi. Bu esa bilimni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Chunki inson ko'rgan va his qilgan narsasini to'liq anglaydi va u uzoqroq eslab qoladi. Bu oltin yomg'iri tajribasi uchun bizga kolba, suv, stakanlar, kaliy yodid va qo'rg'oshin asetat tuzlaridan foydalanamiz. Buning uchun ularning eritmalarini tayyorlab olamiz va ularni bir-biriga ta'sirlashtiramiz. Bunda qo'rg'oshin yodid hamda kaliy asetat tuzlari hosil bo'ladi. Qo'rg'oshin yodidning rangi sariq bo'lganligi uchun chekmamiz chiroyli rang bo'lib hosil bo'ladi. Oltin yomg'ir tajribasi o'quvchining bilimini chuqurlashtiradi, fikrlashini rivojlantiradi, qiziqishlarini oshiradi va ilmiy dunyoqarashini shakllantiradi. Shu sababli bu tajriba nafaqat kimyo darslarining bir qismi, balki o'quvchini kelajakdagi ilmiy izlanishlariga ilhomlantiruvchi muhim bosqichdir.